O'zbekiston Respublikasining 2026-yil 5-fevral kuni 11-18 sonli qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun O'zbekiston Respublikasi transport tizimida xavfsizlikni kuchaytirish, nazoratni raqamlashtirish va sohada boshqaruvni tizimlashtirishga qaratilgan muhim hujjat hisoblanadi. Transport nazorati inspeksiyasi avtomobil transport nazorat boshqarmasiga ma'muriy ishlarni ko'rib chiqish hamda chora ko'rish, xalqaro tashuvlarda tartibni o'rnatish ko'zda tutilgan. Endilikda inspeksiya xodimlari Ma'muriy javobgarlik kodeksining tegishli moddalari bilan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar bo'yicha ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish va mustaqil ravishda jarima tariqasidagi ma'muriy choralarni qo'llash huquqiga ega bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 125-moddaning 4-8 qismlari, 125-modda prim 1 moddasi, 125 2, 125 4, 144-moddaning 4-5 qismlari, 145-moddaning 2-qismi, 146 1 moddasi, 176 3 moddasi, 176 4 moddaning 1 va 2 qismlari nazarda tutilgan.